Hammaga salom. Bugun ELS kitobining ikkinchi beti, ya'ni ikkinchi passajdan, intermediate qismidan tarjima qilib mashqlarni bajarishni boshlaymiz. To bring back lost memories. Demak, yo'qolgan xotiralarni ortga qaytarish. Our unconscious mind contains many millions of past experiences that, so far as our conscious mind knows, are lost forever. Bu yerda unconscious deganda ongsiz miya yoki biz boshqara olmaydigan miya nazarda tutiladi. Conscious mind deganda biz boshqara oladigan miya nazarda tutiladi. Shuningdek, as far as I know, so far as I know, meni bilishimcha, fikrimcha degan ma'nolarda keladi. Xo'p, demak boshladik. Bizning boshqara olmaydigan miyamiz millionlab o'tmishdagi tajribalarni o'z ichiga oladi va bizning boshqara oladigan ongli miyamiz esa buni butun umrga yo'qolib ketgan deb hisoblaydi. By means of several devices, we now know how to bring back lost memories. Demak, bu yerda by means of degani vositasida, aloqasida degan ma'noni beradi. Judayam yaxshi so'z. Writingda foydalansa ham bo'ladi. By means of, a means of ikkalasi ham vositasida deya tarjima qilinsa bo'ladi. Biror narsa orqali yo bo'lmasa ko'plab usullar orqali. Device bilasiz, qurilma ma'nosida bor, uskuna degan ma'nosida. Endi usullar deb olsak ham bo'ladi. Ko'plab metodlar, usullar orqali biz bugungi kunda yo'qolgan xotiralarimizni qanday ortga qaytarishni bilamiz. One method is free association used by psychiatrists. Demak, bir metod bu erkin bog'lanishlar metodi. Association bog'lanish ma'nosida kelib turibdi bu yerda, aloqa qilish yo bo'lmasam. Demak, psixolog tomonidan foydalanilar ekan. If a patient lets his conscious mind wander at will, it can give him clues to forget things which, if skillfully pursued by the doctor, will bring up whole networks of lost ideas and forgotten terrors. Demak, agar biror bir bemor uning conscious mindini, ya'ni boshqara oladigan miyasini, at will degani ataylab, xohlab degan ma'noda. Keyin wander so'zi ko'chada maqsadsiz tentirab yurish ma'nosida keladi. Bu yerda endi agar bemor o'zining o'y-xayollarini, uning miyasidagi boshqara oladigan miyasidagi o'y-xayollarini erkin oqib yurishiga yo'l qo'ysa, bu narsa bemorga yo'qolgan narsalarga bir kalit bera oladi deyapti. Va mahoratli doktor tomonidan bu kalit agarda yaxshilab izlab o'rganilsa, butun unutilgan qo'rquv yoki yo'qolgan g'oyalarning aloqalarini olib keladi, qaytaradi deyapti. Networkda bilasiz, judayam katta aloqa degan ma'noni beradi. Xo'p, we are certain drugs which also help in the process. Hypnosis can be of tremendous value in exploring a patient's unconscious. Demak, bu yerda judayam yaxshi so'z kelib turibdi. Demak, be of tremendous value in judayam yaxshi so'z. Katta foydali bo'ladigan, foydali degan ma'noda keladi. Buni ham writingda qo'llasa ham judayam yaxshi so'z.
Demak, bu yerda ma'lum bir dorilar ham bor. Bu jarayonda yordam bera oladigan, masalan, gipnozim ham bor ekan. Bu bemorning o'sha boshqara olmaydigan miyasini tadqiq etishda judayam katta foyda bera oladi gipnozim ham deyapti. Demak, bu yerda yo'qolgan xotirani, ya'ni bizni o'tmishimizda, ong ostimizda qolib ketgan xotiralarni qanday ortga qaytarish haqida kichkinagina tekst ekan. Demak, mashqlarni bajaramiz. Exercise 1 o'zingiz bajarasiz. Exercise 2 ni esa birgalikda bajaramiz. Boshladik. According to the passage, it is possible. Demak, tekstga ko'ra bu narsa imkonli. Nima imkonli? To use drugs to cure patients of their past memories. Demak, ularning bemorlarning o'tmishdagi qo'rquvlarini davolashga dorilardan foydalanish mumkin deyapti. Lekin biz o'tmishdagi qo'rquvlarni davolash emas, ularni ortga qaytarish mumkinmi, mumkin emasmi, shu haqida gaplashdik. Bu not given. To bring our last memories to the surface through several methods. Demak, bizning yo'qolgan xotiralarimiz ko'plab usullar, metodlar orqali yuzaga chiqarish mumkin deyapti. B to'g'ri javob bo'ladi, chunki tekstni boshida aytib o'tib ketildi. Turli xil deviceslar orqali, bu yerda metod debdi, yuzaga chiqarish mumkin. Keyingi javoblarni ham ko'rib o'tamiz. That psychological problems developed through the inability to forget certain things. Demak, psixologik muammolar haqida umuman gap ketmadi. Bu yerda muammo haqida gap ketmadi tekstda. Shuning uchun bu not given. That hypnosis can cause a patient to forget past terrors. Demak, gipnozim demak, bemorni o'tmishdagi qo'rquvlarni unutishni keltirib chiqaradi deyapti. Shunga yordam berishi mumkin deyapti. Yo'q, biz umuman biror bir qo'rquvni, o'tmishni unutishni emas, uni qaytarish haqida gaplashdik. Shuning uchun bu not given. For most people to choose to forget about their past experiences. Ko'p odamlar uchun o'tmishdagi voqealar haqida unutishni tanlaydi. Ko'p odamlar unutib yuborishni xohlashadi deyapti. Biz unutishni tanlashadimi, yo'qmi, bu haqida gap ketmadi tekstda. Shuning uchun bu ham not given hisoblanadi. Keyingi ikkinchi savol. In the method of free association, erkin bog'lanishlar metodida unpleasant memories are pushed into the unconscious mind. Demak, yoqimsiz xotiralar unconscious mind yo'q. Bu yerda umuman hozir unpleasant memory, yoqimsiz xotiralar haqida ketmadi va uni chiqarib tashlash haqida ham tekstda gaplashmadik. Bu not given. The use of hypnosis is essential. Free associationda gipnozdan foydalanish muhim deb aytilmadi. Bu yerda doktor va bemor haqida gap ketdi free association metodida faqat. Bu not given. Certain drugs are more effective than hypnosis. Demak, bu yerda ikkita narsani bir-biriga taqqoslamadi. Bu ham not given tekstda. All once millions of past experiences are easily recollect. Demak, o'tmishdagi tajribalarni hammasining demak, free association orqali hamma millionlab o'tmishlar osonlik bilan eslanadi deyapti. Past experience osonlik bilan recall bo'ladimi? Qiyin recall bo'ladimi? Bu haqida bizga tekstda aytib o'tib ketilmadi. The patient's cooperation is needed. Demak, bemorning hamkorligi bu juda ham muhim deyilyapti. Chunki bu yerda aytib o'tildi, agar bemor xohlab, will qilib erkin qo'ysa o'zining miyasini, shundaygina u kalit, yo'qolgan narsalar uchun kalit topa oladi va buni doktor keyin yondoshsa bunga butun unutilgan qo'rquvlar va g'oyalar aloqasini tiklaydi deb aytildi. Shuning uchun bu yerda javob true bo'ladi.
We can conclude from the passage that demak biz tekstdan xulosa qila olamizki, most psychological disorders are caused by the inability to forget certain things. Demak, ko'p psixologik disorderlar yo'qolgan narsalarni unutishga qobiliyatsizlik tomonidan ya'ni ma'lum bir narsalarni unuta olmaslik tomonidan keltirib chiqaradi psixologik buzilishlar deyapti. Lekin bizga psychological disorder haqida gap umuman berilmadi tekstimizda. Only a skillful doctor can open up one's unconscious mind. Bu yerda only faqatgina skillful doctor ocha oladi deb aytilmadi. Boshqa yana ikkita metodni ham sanab o'tib ketildi. Ya'ni gipnozm yoki dorilar uslubini ham aytib o'tib ketildi. Our unconscious mind only contains the things we don't want to remember. Bizning unconscious miyamiz, ong ostidagi miyamiz yoki biz boshqara olmaydigan miyamiz faqatgina biz unutishni, biz eslashni xohlamagan narsalardan tashkil topgan deb aytilmadi. Biz umuman eslashni xohlamaydigan xotiralar haqida tekstda gap ketmadi. Xo'p, many of one's past experiences are stored in one's unconscious mind. Demak, insonlarning ko'pining o'tmishdagi tajribalari ularning ong ostidagi miyasiga, boshqara olmaydigan miyasiga joylanadi. Bu javob to'g'ri, chunki tekstda birinchi gapimizda bunga yaqqol berib o'tib ketildi. Shuning uchun D javob to'g'ri. Mana shu yerda aytib o'tib ketildi. Unutib yuborgan deb o'ylaymiz, lekin u joylanadi deb aytildi. A patient can be made aware of his forgotten experiences without drugs or hypnosis. Demak, bir bemor gipnoz yoki dorilarsiz unutilgan tajribalarini, o'tmishlarini, experienceslaridan xabardor bo'la olmaydi deyapti. Lekin bizga free association metodi ham aytildi. Shuning uchun bu can't be bo'lganligi uchun bu false hisoblanadi. Xo'p, 3-exercise'ni ham o'zingiz bajarasiz. Telegram kanalimga PDF'ni ham joylab qo'yaman. Yangi so'zlarni o'tib olib yodlashlaringiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.